Jahon kuldi inoqning sadosidir. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Qanot qoqdi armonimiz ilib andas. Ko'kda uçqan burgutlarning parvozidir. Görmen dostlar, şu tapda huzurunlarda buluvatqını Ömlük Sadasi programısı. Bu san programımızı Beycan Yipek Yolu Ömlük Kuroyu işleşini öz istiga algan. Qarqaş istiqbal şopurluq tərbiyələş məktibi Allahidi qollagan. Əlbəttə, yuqarqı orulağa rəhmətimizi bildirimiz. Biz bu san programımızın əlbəttə intayın qimmatli bo'lgan bir mehminimizni studiyamızga təklif qildik. O bo'lsa-mu yosh yetilayotgan tirishchan naqshchimiz Adila Abdumit. Adila, qaşalımız. Aldı bilan ekran aldır görmənlərə özünüzün salamını yol etken bolsunuz. Salam ekran aldidagi görünmən dostlar. Naqshchi dostonlar Adila Abdumitdan hammalarga ortiq salomlar bo'lsin. Hajab o'zimni ismini chaqirayotgandek hissiyotda bo'ldimi jumo? Adila Abdumit deb shundaymi? Ayni vaqtda shu mening sizni tunagan vaqtim, Yanava programmasi tunagandim. Adila Abdumit deb chiqqandi. Hey, tuptur hajab ismdoshganmiz deb hayron qolgandim. Uning chiroyimizni tatib o'xshib ketadi deymi? Jixlashtiribdi. Endi bugungi programmamizning beshidala shu qaysi kasbda o'qidingiz? Shuni bir o'rtaqlashib o'tgan bo'lsak. Balalik vaqtimda doktorlikni yaxshi ko'rardim. Doktor bo'lman deb yurdim. Keyin cho'ng bo'lgandan keyin naqsh kasbini yaxshi ko'rdim. Biz uyda ikki qiz, mening bir hadam bor. Hadam usulchi, men naqshchi bo'lib ketdik. Ekran orqali shu hozirgacha meni qo'llayotgan uyimdagilar va shundaqlar do'stlarimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Undaq bo'lsa o'qigan kasbingiz-ku? Men san'at institutida naqsh kasbini bitirdim. Albatta nurg'ulg'an yiqimliq kuylaringiz bizga yetib kelyapti. O yiqimliq kuylar uzilib qolmasin Adila. Yanava programmasidagi vaqtlarga qaytqim keldi. Shu vaqtlarni bir eslab o'tgan bo'lsak. Yanava programmasida qatnashgan vaqtimda hech kim tunimaydigan bir naqshchilikda, naqshchi kasb o'qiyotgan vaqtlarimda maktabda. Yanava programmasida qatnashgandan keyin bu hayot nomli naqshini o'rinladik. Bu naqshining chekilish qitim soni va shundaqla qo'yilish qitim soni xilolam oshqanlik uchun hisobda meni mush bu hayot degan naqshi tunitdi desam bo'ladi. Undaq bo'lsa Adila, bugun ash bu hayot nomli naqshini programmamizda aytib bersangiz qanday bo'lar? Albatta bo'ldim. Menmi bak yaxshi ko'rib anglayman, ham yili hammi o'zim yaxshi ko'rib aytaman. Mush Ömlük Sadasi programmasi orqali bu hayot degan naqshamni qayta shu vaqtdagidek sizlarga o'rinlab bergim bor. Bo'ldi, undaq bo'lsa, marhamat. Ömlük Sadasi. Ömlük Sadasi.
sadası. Ömlük sadası. Rahmat Adila, bu naqshni anglab ayni vaqtlar qaytgandek bo'ldim jumo. Demisin behmanlik köy. Bək çıraylı. Ayni vaqtda qanday qilib mush naqshni aytishni o'ylab qolgandingiz? Bu naqshini bizning mushu Qumul san'at ömükimizningki bizning ustozimiz, shundaqla yaxshi kompozitor Erkin Kerem akamizning ijodiyati bo'lib, bu naqshi ijod qilingandan keyin nihoyatda yaxshi ko'rib aytdik. Qumuldan boshlab yaxshi ko'rishga boshladik bu naqshini. Uchun Şinjangda hamda yaxshi ko'rgan anglag'uvchilarimiz jiq bo'ldi. Qo'yilish qaytim sonimi xili oshdi. Endi ko'rmanlarning sizga qoldirgan bir necha savoli bor. Ben şu sualni ko'rmanlarga vakolatan sizni so'rab beray. Bo'ldi. Birinchi savol, Arliqda Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashdingiz, shundaqla hozirgi ustozingiz Ayshigul muallimning guruhiga tanlandingiz. Programmaga qatnashishdan burun muallim bilan tanishamdingiz degan savolga. Albatta tanishatdik. Deyishib qo'yganmi ya? Muallim meni tanlang deb. Yo'q, deyishib qo'ymagan. Muallim bilan biz jiq uchrashimiz maktabda. Men Shahrzod muallimning qo'lida o'qigan. Suyimlik muallimim shunda yaxshi tarbiyaladi meni. Ayshigul muallim bilan shu Çinfanda uchrashib qolatdiqda, shunda shu muallimdan bir dars olsam, muallimdan olsam deb shuna bir qiziqish bor-da u chaqda. Lekin muallimdan dars olish fursati menga kelmagan. Maktab bitadiq. Ipak yo'li sadasi programmasining 5-qaror qatnashdim. 4 ustoz men uchun o'rildi. Shunda xush bo'ldim. Özüm yaxşı o'rilyanmagandek, özümüzning aytgan naqshimiz özümüzga asla yaramaydi ekan. To'g'ri. Ayshigul muallim o'rildi. Shunda xush bo'ldim. Ayshigul muallim meni tanladi. Shuning bilan Ipak yo'li sadasi programmasi orqali muallim bilan texmi yaqin bo'ldik. Yili hammo muallim meni izchil yetaklab kelyapti. Undaq bo'lsa siz shu programmada qaysi naqshni aytdingiz? Yavru degan naqshini o'rinlagan. Ayshigul muallimni tanlasin deb qasdan shu naqshni aytibsiz-da. Xalq naqshini tanlaydi deb. O maqsadim bordi, lekin yavru degan naqshamni muallim toza yaxshi aytdi deb maqtamadi. Yaxshi aytdingiz, o'rildingiz, lekin mana bunday yerlari, bunda bir Qashqarcha oldigan yerlari bor. Qashqar xalq naqshi emasmi? Shunga tirishib o'rgandim, lekin hamda shunda bo'lsa-mu bir xalq naqshlarini voyaga yetkazib aytmoq bektas. To'g'ri, to'g'ri. Unda bu shu musobaqaning natijasi qanday bo'ldi oxirida? Do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi degandek, biz do'stlikni birinchi o'rin qo'yib turib, nihoyat yaxshi hamkorlashib mashq qildik. 4ni tanlaydigan chaqda tushib ketib qoldim. Lekin hech qisi yo'q. Ay sahnaga chiqmoqning o'ziga nurg'ulon jur'atlar keldi. Hech bo'lmaganda mush fursatda Ayshigul muallim bilan tanishib oldingiz. Hozirgacha mana eng chong orzuyim qilyapsiz. To'g'ri. Undaq bo'lsa yana bir savol. Xalq naqshlarini bek yo'qtirib aytadigansiz, buni alohida sabab bormi degan savolga. Bu savolning naq mening so'rg'im bor savoldi. O'zim yaxshi ko'raman. O'zim mushu Mingzur Chanfada o'qidim. Shuningda tarbiyalandim. Shunga o'zimning ovozimmi shu xalq naqshlariga bekrak tushdi deb o'ylayman. Lekin hamda ammobob naqshlarni jiqroq aytib qoldim yaqinda. Sho'x usulli kuylarni aytib qoldingiz. Albatta bugungi son programmamizda sho'x naqshlarni bilan anglaylik deb qoldim. Bo'ldi? Qaysi naqshni anglaymiz? Yaqinda yangi taqtilgan naqsham Tağguli degan usulliq naqshamni olib keldim. Bo'ldi, undaq bo'lsa, sho'x naqshdan birlikda o'zirlaylik. Marhamat. Ömlük sadası. Ömlük sadası.
sadası. Ömlük sadası. Rahmat Adila. Bu Sizlarga naqshimizni rahmat. nihoyatda huzur oldik. Bu naqshini bek yaxshi tanlabsiz. Rahmat, Rahmat. Undaq bo'lsa, mush programmamizninki vaqtim to'shay deb qoldi. Yuqorida naqshlaringizni anglab o'tdik, suhbatlardan bo'ldik. Eng oxirida mush buningdan keyingi nishonlaringizni, arzu-armonlaringizni anglab o'tgan bo'lsak. Arzuyum mushu. Davomliq yangi naqshlarni davomliq mush xalqimizga sunsam, yana davomliq Ayşegül Malimdan chiqroq dars elib, taxmi o'zimni chang aytqolma. Albatta, yuqoridagi tilaklaringizniki balduroq amalga oshishiga tilakdoshmiz Adila. Ishlaringiz texim o'ngishli bo'lsin, yo'lingiz texim nurani bo'lsin. Rahmat, sizlarga rahmat. Xo'sh, ekran oldidagi suyumli ko'rman do'stlar. Shunday qilib, Ömlük Sadasi programmamizning bugungi soni mushada oyoqlashdi. Biz keyingi son programmamizni ko'rishaylik. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Cihan küldi inaqның sadasıdır. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Qanot qoqdi armanımız elib andas. Ko'kda uchgan burgutlarning parvozidir.